Birlashgan Millatlar Tashkilotini avvalroq, oldinroq Abdulhamidxon davrida taklif qilgan Karasu. Birlashgan Millatlar Tashkilotini tagida nima borligini sizlarga men o'zim bilgan tahlilini gapirib beray. Abdulhamidxon davrida shuni tashkil qilishmoqchi bo'lganda Abdulhamidxon aytgan. Ha degan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti davlatlardan bittadan vakilni olib kelib, o'sha vakil orqali davlatlarning fikri shu degan narsani menga taklif qilmoqchimisizlar degan. Ha deganda bu sizlarning makringlar, o'yininglarga men o'ynamayman degan. Sizlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti deb uni nomidan vakillarni har bittasini yahudiydan saylaysizlar, meni bilmaydi deb o'ylayapsizlar degan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti faqatgina yahudiylarning manfaatiga xizmat qiladigan tashkilotga aylanib qolgan. Yaxshilikka o'zi aslida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bo'lish yaxshilikka. Qani o'zini funksiyasini bajarsa, gap yo'q. Biz zolimga qarshi mazlum tarafda turamiz degan g'oyani bir ko'rinishi bu BMT. Lekin o'tdagi vakillarni o'sha ovoz beradiganlari hammasi yahudiylarning manfaati uchun o'tiribdi. Ukrainada bo'lgan janjal to'polonlarda to'xtamasdan yordam berib yotibdi. Falastinga hech kim hech narsa demayapti. 1947-yilda urush tugagandan keyin 47-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashkil qilingan. Va o'shalarning ovozi bilan qarang, g'oyani qarang. O'shalarning ovozi bilan Izrael davlati ovozga qo'yilgan va qabul qilingan. Yechilyaptimi kodlar? Tasavvur qilyapsizmi? Bular nima ish qilganliklarini? Gitler ikkita ideologiya egalarini qatl qilgan. So'roq savolsiz. Bittasi kommunist. Chunki kommunizm g'oyasini orqasida ham yahudiy borligini bilgan. Ikkinchisi yahudiy. Kommunizm g'oyasini orqasida yahudiylar bor do'stlar. Kommunizm g'oyasini SSR tizimida tashkil qilganlar ruslar emas. Bilamiz, Lenin bu ishni qilgan. Parus degan Yevropa bo'yicha mas'ul sionistlarning eng kattalaridan bittasi Germaniya elitasiga taklif qilgan. Birinchi jahon urushi Rossiyani yenga olmayapmiz. Nima qilishimiz kerak? Ichkaridan chiritishimiz kerak. Nima qilish kerak? Leninni qaytarish kerak degan. Parus. Va elita bunga rozi bo'lgan, Germaniya elitasi Lenin qochoqda yurgan edi. Bolsheviklarga qarshi uni yo'naltirishgan. Maxsus kodlangan vagonda Yevropadan Rossiyaga olib kelishgan Leninni. Finans yordam berishgan, Iskra degan varaqalar tarqatgan. Leninning faoliyatiga qarasangiz, Leninning faoliyatini birda bir ko'chirmasi bizni ichimizda yurgan mana ahmoq Mahmudga o'xshagan hizbiylarda ko'rinadi. Hizbiylar ham xuddi shu ishni qilgan. Leninning ishini qilishgan. Varaqa tarqatib, mana shunaqa qilib, isyon qilish, mamlakatni oyoqqa ko'tarish. Lenin Parvusning sherigi bo'lgan do'stlar. Lenin Parvusning sherigi bo'lgan. Parvuslar maslahat qilishgan bular. Keyinchalik Lenin Parvusni ham aldagan deyishadi. Katta miqdorda pul Germaniyaga vagon tilla jo'natgan bular. Vagon katta miqdorda pul olishgan. Bolsheviklarni qilib tashlashgan. Nikolay podshohning uyiga kirib, beshikda yotgan bolasini ham o'ldirishgan. Kommunizm g'oyasini orqasida yahudiylar bor. Dunyoni o'sha bir qismini maymundan tarqagan sallar degan g'oyani qabul qilishga majburlagan sistema kommunizm. O'shaning uchun Gitler kommunistlarni o'ldirgan, so'rab o'tirmagan. Gitler musulmonlarga juda mehribon bo'lgan. Gitler musulmonlarga mehribon bo'lgan. Suriya muftiysi Gitlerning yonida turib, bularga qarshi urush qilgan, kommunistlarga qarshi. Tarixni do'stlar, haqiqatini bilib qo'yaverish kerak. To'g'ri bo'lganmi, noto'g'ri bo'lganmi, uni keyin xulosa qilib olamiz. Lekin noto'g'ri tarixni o'qitib, o'shanga ishontirish bu jinoyat bu. Noto'g'ri tarixni
qabul qilishga majbur emasmiz.